Rele ishlamay qoldi, qurib ketgan bari. Iligrasiga chiqib ketib qolibdi. Bu jiddiy muammo. Bunaqasiga bo'lsa, bunaqasiga o'xshamas ekanda. Afsus. Shuncha tuxumim ketdi. Endi hamma narsa bor ekan. Nasibda. Bundoq bir yarim bundoq ekan. Buni biznes deyishadi, biznes. Kichkina qiladi, kattani qiladi. Mana shunday qilib bo'lib turar ekan. Hamma narsaga tayyor bo'lish kerak endi. Hamma narsaga tayyor bo'lish kerak ekan. Mayli, nasib qilgani. Keyinchalik hammasi o'rni qoplanib ketadi. Orqaga chekinish kerak emas. Iloji boricha yana. Üstü mingta tovuq ketganda o'rni yopilib ketadi. Bizda esa shunaqa kunlar ham bo'ladi. Do'stlarim. Afsuslanmaymiz, xudo xolisa yana. Keyin safar qancha ketishini bilib oldik-ku. O'rniga shuncha ponni olib kelib to'ldirib, xudo xolisa yoqaman inkubatorni. Bu yerda bizning aybimiz, relay kichkina qo'yganimiz, kontak yopishib qolgan. Relay 10 amperlik qo'ydim. Hozir gazali relaysini qo'ydim, 70 amperlik. Xudo xolisa u yopishib qolmas. Xudo xolisa. Sarafon to'lib ketdi. To'shatdi. Mayli. Nasib nima qilamiz? Shuncha tuxum musorga ketdi.